keyingi savolimiz, ya'ni ikkinchi savolimiz boyagi masalamizni holatiga qaratilgan. Ya'ni bu yerda siz nimani ko'rishingiz mumkin? Ikkinchi turdagi savolimiz mana ekraningizda ko'rinyapti. Bu nimaga qaratilgan? Tengsizlik mavzusiga qaratilgan. Tengsizlik mavzusida hammani qiynaydigan bitta tochkamiz bor. Bu qaysi tochka? Ya'ni tengsizlik ishorasini u tomonga yo'naltiramanmi yoki bu tomonga yo'naltiramanmi degan muammo yotadi. O'sha muammoingizni hozir siz bilan birgalikda hal qilamiz. Demak, boshladik. Qarang, men buni bittalab tarjima qilib o'tirsam ozgina cho'zilib ketadi. Keling, men sizga buni ma'nosini tushuntirib ketay. Ya'ni o'rganishlarning natijasida deyapti. Ma'lum bir parkda at least degan so'zimiz bor. Mana dumaloq olib qo'yaman shu so'zni. Bitta qarangda. At least degan so'zimiz bor. Ya'ni bu kamida degan ma'noni bildiradi. Buni sinonim bor. Kamida degan so'zimiz sinonim, minimum bilan alishtirsangiz bo'ladi. Ya'ni kamida bu minimum degan gapimiz bilan bir xil gap bo'lar ekan. 132 ta squirrels bu olmaxon deganni bildiradi. 132 ta olmaxon bor ekan va ular qizil hamda grey, ya'ni kulrang va qizil rangda ekan. Ya'ni ikki turdagi olmaxon ikkalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsangiz, 132 ta kamida bo'lishligi kerak ekan. Va davom ettiramiz. Va kamida 4 marotaba degan joyimiz bor. Kim kamida 4 marotaba? As many grey squirrels deb qo'ygan. Ya'ni kulranglar kamida 4 marotaba qizillardan oshiqroq bo'lar ekan. Ya'ni kulranglaringizni 4 marotabasi qizillarga teng bo'ladi degandek gap aytyapti. Va tepada ikkalasini yig'indisi kamida 132 bo'lsin degan shartni ham qo'yapti. Va endi bizdan so'rayapti which of the following, ya'ni quyidagilardan qaysi bir sistemalar mana shu yuqorida aytilayotgan gapni izohi bo'ladi, ya'ni ifodasi bo'ladi. O'sha narsani toping deyapti. Belgilanishga keladigan bo'lsak, G deganimiz bu grey, ya'ni kulrang bilan belgilanganlarimiz hamda R deganimiz bu qizil bilan belgilanganlar. Keling, shu joyda bitta narsani aniq bilamiz. Nimani? R plus G deganimiz bu kamida 132 deganni aniq bilamiz. Shuni yozib olaylik-da. G plus R. Mana bunday qilib yozamiz mana. G plus R. Kamida deganingiz bu hech bo'lmaganda 132 bo'lsin. 132 dan ko'p bo'lib ketsa ham bo'laveradi degan gapni bildiradi. O'shaning uchun tengsizlikning ishorasini qaysi tomonga qo'yamiz? Mana bu tomonga qo'yamiz. Kamida 132 bo'lsin. Endi sizga savol. Ikkinchi holatida tanlab olishda juda ham ko'pchilik xato qiladi. Ya'ni kim kimdan 4 marotaba kam, kimni nimasi edi buni? Kimni as many deb qo'ygan. Necha marotabasi? Kamida ko'pida degan narsani olishni bilmaydi. Keling, shu joyni men sizga hozir boshqacha rang bilan ajratib ko'rsataman. O'sha joyni kommentariyaga yozamiz. At least degan joyimiz bor, mana ko'rib turibsiz. 4 times, ya'ni 4 marotaba ko'proq bo'ladi greylar qizillarga qaraganda degan narsani qanday yozamiz? Keling, shuni kommentariyaga yozamiz. Ya'ni biz birinchi tengsizligimizni topdik. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi tengsizligimiz bor va ikkinchi tengsizligimiz kerak. Ikkinchi tengsizligimizda esa kommentariyaga siz yo'llaysiz. Va men qarab turaman, qani kim birinchi javoblarni yo'llar ekan. Menimcha topganlar ham bor allaqachon. Yo'llaymiz javobini. Nima deb o'ylaymiz? Ikkinchi tengsizligimiz qanday bo'ladi? Ya'ni mana sariq bilan ajratilib ko'rsatilgan joyimiz bor. O'sha sariq bilan ajratib ko'rsatgan joyni tengsizlik ko'rinishida qanday yozamiz? Bilmayman deyotganlar ham bo'lishligi mumkin. Kommentariyaga yozib ketsangiz bo'ladi. Shu holatga men shu mavzuni tushunmadim, men tarjimasini qila olmadim, bilmayman deb yozib ketsam bo'ladi. Biladiganlar javobni yo'llasak bo'ladi. Demak, javoblar kelishib boshlabdi. 4G deb yozibdi. S javob to'g'ri deb yozibdi. 132 bo'ladi. S javob to'g'ri. 4P deb yozibdi. A javob to'g'ri, S javob to'g'ri. Yaxshi. Demak, bu yerda biladiganlarimiz ham bor, bilmaydiganlarimiz ham bor ekan. D javob to'g'ri deb jo'natishibdi. Yaxshi. Demak, qarang, kim kimdan qanchalik ko'pligini
Aha. Yaxshi, yana yozayotganlar bor. Kutamiz demak. 4G katta Rdan bo'ladi deb yozayotganlar ham bor ekan. Hozir ko'rib olamiz siz bilan birgalikda. Telegram yaxshi ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Ha, yaxshi. S javob to'g'ri. Yaxshi. Endi qaraymiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek 4 marotaba degan narsani, 4 marotaba kim 4 marotaba ko'proq? Ya'ni bu yerda aytilgani bo'yicha qizillar kulranglarga qaraganda 4 marotaba ko'proq deb qo'ygan. Ya'ni G deganingiz bor. Mana bu G deganimizni biz kulranglar bilan belgilaganmiz. O'shalar 4 ga teng bo'lishligi kerak. Lekin orasida nimasi bor? Tengsizligi bor. Endi tengsizlikda juda ham ko'pchilik hozir S variantini jo'natayotganlarni ko'ryapmiz. S variant juda ham ko'p, lekin bu yerda S variant to'g'ri javob emas. Tengsizlikni olishda qanday xatolikka yo'l qo'yapmiz? Kamida deyapti. Ya'ni kulranglar kamida 4 bo'lsin deyapti. O'zi kamida degan gapingizni nimani tushunasiz? Minimumni tushunasiz. Minimum deganingiz hech bo'lmaganda shu narsa, undan katta bo'lsa ham bo'laveradi degan ma'noda kelyapti. Bu degani greylarimiz 4 marotaba katta yoki teng bo'ladi 4 ga. S javobni olayotganlar bitta diqqatni qaratib olasiz. Bu yerda to'g'ri javobimiz D variantimiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda D variant jo'natayotganlar ham bor, S variant jo'natayotganlar ham bor. Ko'rib turganingizdek D variantimiz bizda to'g'ri variant bo'lar ekan. Ko'rganingizdek savolimiz juda ham sodda, lekin analiz qilishga, ozgina o'zingiz ustingizda ishlashga majbur qiladigan savollarimizdan bo'ladi. Qaysi holatda qanaqangi texnikani ishlatish kerakligini aynan bilmasangiz, sodda savollarda xato qilib qo'yasiz hamda ball yo'qotishingizga sababchi bo'ladi.